Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2025-yil 1-iyul Andijon mashina bozoridan video syomkalar boshladik. Kanalimizga like, podpiskalar bosinglar. Yengil mashinalar syomkalarini boshlagan. Hurmatli obunachilar, 2014-yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imizni ko'rsatib o'tamiz. Bozorda bundan arzon Cobalt bo'lmasa kerak. Xo'p, mashinani yonboshdan ko'rinish holatlari. Do'stlar. Mashina orqadan ko'rinish holati hozir ma'lumotni akamizdan olamiz. Aka, ma'lumotini qisqa qilib aytib bering endi. Ma'lumoti aka 14-yil 600 ming yurgan aka. Kraskasi bir qop. Bir qop temirga Ha, xullas. motorlarda rasxoti yo'q, yurish turish ham yo'q joyida, gazi bor aka. 4,5 ming dollarga berib yuboramiz naqd pulga. Naqd pul borga 4,5 mingga berib yuboramiz. Telefon nomerimiz 97 990 33 37. O'tkazolam keyin beriladi. Generalni ham beramiz. Hurmatli obunachilar, xohlagan dokumentinglar bo'laveradi. Shoshiling, arzon Cobalt istayotgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, Cobalt 2013-yil ishlab chiqarilgan. Motor ko'rinish holatlari. Pozitsiyasi nechi buni? Hurmatli obunachilar, 3-pozisiya ekan. Balon holatlarimiz, diskalar qo'yilgan. Ichidan ko'rinish holatlari. Probegimiz 530 ming. Orqadan ko'rinish holatlari. Buni narxini aytaylik endi kraskasi bilan. Kraskalari bor. Bir 30-40%, 50% gacha kraskasi bor, suvagi butun. Motori Motor hadovoy korobkasi yaxshi. keyin chiqam chiqmaydi. Gen chiqadi aka. Gen o'zimizda qo'yganmiz, gendan gen bo'lib chiqaradi. Naqd puli borga nechi pul? 6200 dan kami bor aka, tushib beramiz. Buni necha aka? Nech pulga beramiz amaki? Hurmatli obunachilar, mana shu mashinamiz 5700 ga naqd pulga beramiz ekan. 5600 ga savdo bo'lib berilmabdi. Bosh turgan shunisidan bitta olib qo'ysangiz. Yili nechi edi buni? Bu ham 13 aka. Hurmatli obunachilar, ABS konsertlar bor 2013. Balon holatlari. Hop. Probegimiz 565 ming. Buni narxini nechi pul aytamiz aka? Buni ham mana naqd bo'lsa 5700 ga berib yuboramiz. 5700 ga beramiz. Nechi foiz kraska? Hamma detal o'ziniki, ko'pi bilan 30% kraskasi bor. Detallar almashmagan 30% shaqochqaga sepilgan. Buni yili nechi? Hurmatli obunachilar, 2014. Balonlar. Probegimiz 353 ming hurmatli obunachilar. Qani endi telefon nomerini aytadigan ekan. Buni narxini aytaylik endi ma'lumotlar. Buni ham 6000 dan tushib beramiz. 6000 kam bor kraska. Kraska bir ko'pi bilan 50% chiqsa kerak. Tekshirtirib olaveradi. Tekshirtirib Motorlari olaveradi. yaxshimi? Yaxshi. Yurish turish hamma yo'g'i yaxshi. Propan gazi bor tabletka. 99 lik 474 47 33. Hurmatli obunachilar, shu nomerga telefon qilaverasizlar. 3 oy Cobalt'ni mana shu akamiz bilan gaplashaverasizlar. Qora, mokri, oq. Ikkita 2013, bitta 2014 qo'ydik. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2014-yil Cobalt. Mana ikkita olasan, bitta qoldi. Salon holatlari. Probeglarimiz 220 ming bo'libdi. Akamiz kraskalar toza deyapti mashinamiz. Kraskalar toza. Yonboshda ko'rinish holatlari.
Motorlarda ishi yo'q aka buni. Motor hadovoy korobkasi o'ta go'zal. Quda tomonga ham beraveramiz mashinani. Minib ko'rib, motorni suzuvchi ko'ni yoqqan so'zga ko'rsatib, bu sanaveradi. Naq pul borgan pul beramiz aka. Narx puli boriga 7,5 mingga ishlarga bo'lsa beraveramiz. 7,5 mingga beraverasiz. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 94lik 063 67 88. Generalni chiqaradi aka. Nima dakmet degan dakmeti bo'ladi. Hurmatli obunachilar, akamizga aloqaga chiqarasizlar, barakasini bersin aka. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Cobalt 2022-yil. Salon holatlari. Monitorlari ham bor ekan. Avtomat korobka ekan mashinamiz. Yonboshdan ko'rinish holatlari. Aka buni kraskalari qanaqa? Arqa krelosida bor, keyin kapot ustida petnosi bor. Kapot ichida bedasi bor, orqa krelosida bor. Motor hadovoy qanaqa aka? Motorlar zo'r. Hamma yo'q cho'tki. Ideal. Generalni chiqadimi aka bu? Generalni ham qilib beraveramiz. Xohlasa $1500 puli bo'lsa, o'zini nomiga bank asosida kredit qilib ham chiqarib beraveramiz. Naqd pulga 10700 dan to'laymiz. Naqd pulga 10700 kami bor. Telefon nomerlaringizni aytib berasiz. 33291 2345. 2345. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar, aka barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz Cobalt 2013-yil. Probeglari 240 ming bo'libdi. Salon holatlari. Mashinamiz ham boshdan ko'rinish holatlari. Aka buni kraskalari qanaqa? Oldi kirila kapot, orqa kirila kapot. Bitadi. To'rtta detal. Motor hadovoylarida ishi yo'q. Вообще zo'r. Dokumentlari qanaqa aka buni? O'tkazib olishgan aka. 6600 kam. 6600 kami bor. Telefon nomeringizni aytib bersangiz. 91 604 3020. Akamizga aloqaga chiqarasizlar, aka barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2024-yil Cobalt. Probeglari 32 ming bo'libdi. Salon holatlari. Mashinamiz avtomat korobka ekan. Mashinamiz yonboshda ko'rinish holatlari, ha. Qo'yyapmiz aka. Aka buni kraskalari qanaqa? Kraskalari top-toza. Naqd puli boriga necha pulga beramiz? Naqd puli boriga 12 dan tushib beramiz. 12 ming kami bor. Generalni chiqadimi bu? Ha, generalni chiqadi. Generalni ham chiqadi. Hozir general. Telefon nomerlaringizni aytib bersangiz aka. Ve telefonni aytib qo'y. Telefon nomeri 95lik 001 001 1013. 1013. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersang. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2014-yil saqlangan mashina ekan. Probeglari 24 ming bo'libdi endi. Mashinamiz salon holatlari. Mana probeglari 23 ming bo'ldi. Salon holatlari. Mashinamiz yonboshdan ko'rinish holatlari. Aka buni kraskalari qanaqa? Kraskalari top-toza. Toza, saqlangan mashina. Motor hadovoylari cho'tki bo'lsa kerak. Cho'tka aka, xudo xohlasa. Dokumentlari qanaqa? Generalni chiqadimi aka? Chiqar aka, general. Generalli bu dokument chiqaradi. Chiqaradi aka. Naqd pul borga necha pulga beramiz? 9,5 kami bor deyapsiz aka. 93 ga berib aka uni. 93 ga beraverasizlar. Telefon nomerlaringizni aytib berasiz. 90 572 33 33. Akamizga aloqaga chiqarsa, aka barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2025-yil Cobalt. Mashinamizga polilar qilingan ekan. Probeglari 5400 bo'libdi. Mashinamizga gazlari bor ekan. Kraskalari top-toza deyishdi. Bu mashinamiz 6-7 ming bilan variantga ham chiqib ekan. Naqd puli bor ekan, 12300 kami bor ekan. Aka telefon nomerlaringizni aytib bersin. 93lik 428 0867. Raqam nasiyaga ham kelishaveramiz deyapti. Akamizga aloqaga chiqarasizlar.
Hurmatli obunachilar, navbatdagi mashinamiz 2014-yil Cobalt. 1 yevro ekan mashinamiz. Salon holatlari arzondan so'raganlar uchun. Mashinamizni ham boshdan ko'rish holatlari. Adham tog'a kraskalari qanaqa buni? Kraskalari qaymoqdan qaytgan. Qaymoqdan oqqa qilingani. Va udari yo'q. Kapot almashga xolos. Motor 5 adovlatish ming yo'q, ha? qilishyapti. 5 mingga qo'shsa beramiz. 5,5 ming kami bor. 5,5 ming kam bor, 5 mingga qo'shsa berasizlar, ha? 1 yevro. Telefon nomerlarini aytib beriz. 94 745 1709. Hurmatli obunachilar, 2020-yilda ishlab chiqargan Cobalt'imizni ko'rsatib o'tamiz. Balon holatlari. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashinamiz ichidan ko'rinishi. Mashinamiz 4-pozitsiya, avtomat, salon holatlari, chexollar, radmo. Kraskasi tozamish buni? Hurmatli obunachilar, kraskamiz toza deyilyapti. Ichi rektorga tilingan joyi bor ekan. Probegi 74 ming yurgan. Naqd puli borga 10.700 deyapsizlar ha buni. 10.700 kami bor. Telefon nomeri 99 929 To'g'rimi yo boshqa nomeri bormi? Menikini yozib qo'ying. Aytmaydi. 94 218 1064 ikkalasiga chiqaradi. Hurmatli obunachilar, ikki nomeriga telefon qilaverasizlar.